bugun o'z iqtidori bilan butun internetni portlatayotgan o't yurakli yigitlar bilan suhbat olib boramiz. Ularga qaysi chet ellik san'atkorlarning e'tibori tushdi va qaysi o'zbekistonlik mashhurlar ular bilan duet qilishni taklif qilmoqda. Bugun shu savollarga o'zlaridan javob olamiz. Qani ketdik. Barchaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Butun internet sizlarni talantingiz va aynan energiyangiz, xarizmangiz haqida gapiryapti. Hammani havas kelyapti. Keling, oldin mana shu guruh qanday tashkil topgani haqida ozgina qisqacha ma'lumot berib o'tsanglar. Guruh o'zi 2 yildan beri ijod qilamiz. 2 yil oldin bolalar yig'ilishib video tayyorlashgan, videoni qo'yishgan, o'zlari uchun video tayyorlashgan. Buni Instagramga qo'yilgan. Instagramda odamlar juda ham ijobiy qabul qilganda videoni. Keyin o'shandan keyin shu darajagacha sekin ishlab kelyapmiz. Tushunarli. Aynan sizlarni mashhur qilgan qo'shiq qaysi bo'ldi? Shunchalik ommalashib ketgan qo'shiq. Shuncha ommalashibki, ikkita turkcha kuylarga o'tganimizdan keyin Dedi Bluman guruhini Belki qo'shig'i, keyin yaqinda chaldik, Karasevda. Bu şarkı sana söyleyemediklerim. Ko'pchilikda savollar tug'ilyapti. Nega aynan turkcha qo'shiqlar? Aynan turkcha qo'shiqlar, o'zbekcha qo'shiqlar chaldik. Biz endi hamma davlatning qo'shiqlarini chalmoqchimiz. Rejalarimizda shu bor. O'shanga turkcha, keyinchalik Ozarbayjon, keyin Braziliya, hamma davlatning qo'shiqlarini chalmoqchimiz. Aynan hozir bizaga o'sha mashhur bo'lgan bitta qo'shiqni chalib bera olasizlarmi? Mayli. Ajoyib. Bu energiyani faqat tomosha qilganlar haqiqatan his qilyapti. Aynan sizlarni qilayotgan harakatinglar, butun energiyalar butun tomoshabinlarga yetib boryapti. Eng qiziq savol, chet ellik qaysi san'atkorlarni e'tibori tushdi aynan mana shu ijod boshlaganlardan keyin? Shu videolarimiz prosmotr ko'payib ketgan kuylardan Belki muzikasi, bular o'zi
asl muallifi Turkiyada Dedubulman degan guruh bor. O'shalar bizga ko'rib, like bosib, shu bizani qo'llab-quvvatlab video chiqarishdi. Bular o'zbeklar bunaqa chalyapti ekan, bunaqa zo'r deb. Keyin Tarkan muzikasini chaldik. U ham like bosib, har qaysi videosini chalgan bo'lsak, hammasiga like bosib. Karasevdada aynan o'sha aktyor, aktrisalar ham hatto like bosganini izohlardan ham ko'rib bilib oldik. Keyin yana bitta savol, aynan guruh ijodkorlari orasida barabanchigimiz nega orqa planda qolib ketyapti? Butun kommentariyani portlatgan savol shu bo'ldi menimcha. Bu ko'rib turamiz kommentariyada, buni o'zini sababi bor. Buni alohida video chiqmoqchimiz. Mana qisqacha aytib o'taman. Baraban juda ham katta. Birinchidan keyin juda ham qattiq chalingani uchun barcha ovozlarni yopib qo'yadi-da. Shuning uchun orqaga qo'yamiz. Keyin baraban nimaga oldinga o'tib qoladigan bo'lsa, kameraga qattiq bas berilgan paytda kamerani ana buzib yuboradi, ko'rinmaydi. O'sha muammolardan keyin boshqa instrumentlarning ovozi eshitilmaydi. O'sha shuning uchun bo'lmasa har tarafni o'ylab Yaxshilab ko'rsatib qo'yinglar. Barabanchigimiz. bu baravar orqada turishini ham bir sababi bor. Oldinda qo'ysak, boshqa instrumentlar to'sib qolmasligi uchun jamoani o'ylab, shu baravar orqada turishga shu jamoadan kelib chiqib qo'yganmiz. Bunga aynan orqaga qo'yish yoki sizni orqa planga o'tkazish qanaqasi? Tushunarli. Ayniqsa sizlarni guruh a'zolaridagi mimikalarga alohida e'tibor berish kerak. Aynan mimikalar bilan ishlash butun anaqani kommentariyada ko'rishlar sonining oshishiga berayotgan energiya ham shu sabab bo'lyapti menimcha. Keyin yana bitta kommentariyada savol o'qidim. Aynan sizni naychiladigan yigitimizning ichida qanaqadir dardi bormi? Shu Karasevdani boshida bu sharqi san nima Sen söyleyin. bu sharqi sani söylemediklarim, bu qo'shiq senga aytilmagan so'zlarim deganman. Balki shundan chiqib aytilgandir, biroq qizga aytilganmi debdi. Bu sharqi sana söylemediklerim. Keyin yana ko'pchilikni qiziqtirayotgan savol, aynan to'g'ri, chet ellik san'atkorlar, ko'pchilik mashhurlar sizlarga e'tibori tushdi. Bundan tashqari o'zbekistonlik mashhurlar ham duet qilish taklifini bildirganini eshitdik. Aynan ko'plab qo'llab-quvvatlayotganini ko'rdik. Ular aynan kim va kimlar duet qilishni taklif qildi? Kecha video qo'ydik, ko'rgan bo'lsangiz, Ulug'bek Yo'lchiyev bilan bu yangi nima deydi, yangicha yo'nalish. Biz o'zimiz oddiylikda chalganimiz uchun mashhur masalan san'atkorlar, show biznes vakillari kelib bizani oddiyligimizga qo'shilib chalishi, bu qanaqadir yangicha yo'nalish. Yana rejalarimizda bor, u faqat sir bo'lib qoladi. Uni keyinchalik ko'rish mumkin. Hozir aytsak keyin qiziq olmaydi-ku. Eshitdik, sizni bu ijoddan tashqari ham yana boshqa loyihalarda chiqishingizni bildik. Aynan qaysi loyihalarda? Yaqinda 4-5 oy oldin yangi kino loyihasiga qatnashganman. Hindistondan rejissyorlar kelib O'zbekistonda kino olib ketishdi. O'shandan bosh rolda emas-ku, ikkinchi darajali rolda qatnashdim. Yaqinda chiqib qolishi kerak. Tushunarli. Agar chet ellik san'atkorlar bilan duet qilish imkoni bo'lsa, qaysi san'atkorlar bilan duet qilgan bo'lardinglar? Turkiyadan bo'lsa, Tarkan bilan qilgan bo'lardik. Videolar izohida tanqidiy fikrlar ham bo'ladimi va unga sizlarni e'tiboringiz qanday? Ularni o'zingizga qalbingizga yaqin olmayapsizmi? Shu bo'yicha ozg'in gapirsangiz. Tanqidiy degani o'sha negativ gaplar. Negativ fikrlarga sizni reaksiyangiz qanday? Aynan sizni guruhni Negativlarga uncha e'tibor bermaymiz, chunki o'zi unaqa ko'p ham negativ bo'lmaydi. 10 ta chiqib qolishi mumkin. Ularga e'tibor bermaysizlar. Mashhurlarni qo'shiqlarini ijro etishdan tashqari o'zingizni mualliflik qo'shiqlaringizni yaratish rejada bormi?
Ha, bor o'zimiz mualliflik qo'shig'imizda. Xudo xohlasa yaratamiz tez kunlarda. Oldingi 1-2 yil ichida oldingizga qo'ygan rejalaringiz qanday? Rejalarni aytsak baribir xato bo'lib qoladi. Bu biza gapirmaymiz, natijani o'zi ko'rsatadi hammasini. Sizlar ijrongizda yana bitta ajoyib qo'shiq eshitamiz. Men Rahmedinov Nodirjon. Qashqadaryo viloyatidanman. Bu maktabga 2017-yil keldim. 1-sinfdan beri o'qiyman. Hozirgi kunda 9-sinfman. O'rtoqlarim bilan shu yoshlikdan ahilmiz. Birinchi chalgan kuyimiz Bandaman bo'ldi. Ijod yurityapmiz. Hozirgi kunda ko'pincha Turkiya, O'zbekiston, Ozarbayjoncha kuylar chalyapmiz. Kelajakda boshqa Yevropacha kuylar chalish niyatimiz bor. Xudo xolasa asosiy maqsadlarimizdan biri O'zbekistonda, Turkiyada, Ozarbayjonda va boshqa chet el davlatlarida katta konsertlar berib, o'zimizni O'zbekistonni butun dunyoda musiqa bilan tanitmoqchimiz. Bu sohaga kirib kelishim o'zimda yoshlikda uydagilar talant borligini sezishgan va shu gilerga olib ketishgan. Avvalambor assalomu alaykum. Mening ismim Olimjon Fasliddin. Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidanman. Bu sohaga qiziqishimga sababchi ota-onam bo'lishadi. Bu maktabga 5-sinfdan kirganman. O'zi asosiy spesim doira. Bu hobbi sifatida chalaman. Hobbi dovul, tabla, shularni. Hozir bu o'zimizning musiqalar turkcha qo'shiq chalyapmiz. Turkcha qo'shiqqa tabla kerakligi uchun tabla, agar boshqa Ozarbayjon qo'shiqlari bo'lsa, dovul, o'zbekcha qo'shiqlar bo'lsa, doira ham chalishim mumkin. Qaysi biri o'zingizga yoqadi ko'proq? O'zimga yoqadigani doira, tabla. Oilada san'atkorlar bormi o'zi? Dadam san'atkor bo'lganlar. Oyim ham san'atga qiziqadilar. Shu men 3-sinfimdan agar doiraga kirgan bo'lsam, iqtidorimni ko'rib, shu 5-sinfimdan gilar maktabga o'qib kirganlar. Kelajakdagi rejalar? Kelajakdagi rejalar shu o'rtoqlarim bilan shu jamoa bilan dunyo taniydigan yulduzlar bo'lish.
ismim Rustam Dostonbek. Hozir 16 yoshman, 9-sinfda o'qiyman. Shu o'rtoqlarim bilan birga bitta sinfda o'qiymiz. Orada bitta kattamiz, Said akam bor. Konservatoriyada o'qiydi ular. Men o'zi san'atkorlar oilasida tug'ilganman. Ravshan Dadajonov, Musallam Dadajonova muqimiy teatrda ishlashadi. Aktyor va aktrisalar. O'sha yoshligimda men muqimiy teatrga borib kichkinaligimda dirijorlik qilganman. Keyin orkestrga tushib, o'shanda ko'rishganda, keyin meni gilerga berishgan. Kelajakdagi rejalaringiz haqida ikki og'iz. Konservatoriyada kirish 2 yil qoldi o'zi bitirishimga. Jamoamiz bilan rejalarimiz shu butun dunyoga tanilish. Hozir masalan boksda butun dunyoga tanilinyapti-ku. Biz o'shani musiqa yo'nalishida tanilmoqchimiz butun dunyoga. Ismim Rahmon Islombek, 9-sinfman. Toshkent viloyati Qibray tumanidan. Muzikaga qiziqishim kichkinaligimdan bo'lgan. Kichkinaligimda qo'shiq aytib, studiyaga borib yozdirib, aytib yurardim. Maktabga kelish jarayoni. Nechinchi sinfda kelgansiz? Maktabga 2-sinf bo'laman deganimda kelganman. 1-sinfdan yana boshqatdan o'qiganman. Chunki giler ekzamen bilan qabul qilardi, ekzamenga kechikkanman. Qabul tugadi deyishganda, o'zim tarafda maktabda o'qiganman 1 yil. Keyin qabul boshlanganda yana 1-sinfdan kirganman. Ilojim bo'lmagan boshqa. Chunki faqat 1-sinfdan yoki 5-sinfdan olishadi ekzamen bilan. Demak, 1 yil kechik bo'lsa ham, 1-sinfni 2 marta o'qiganmiz shunda. Shunaqa. Men o'zim uydagilarim muzikani yaxshi ko'rishadi. Men adam bilan ham qo'shiq aytib yurardim mashinaning ichida, magnitofonda qo'shiq qo'yib. Shunaqa qiziqish shundan bo'lgan. Adam o'zlari tavsiya qilganlar, gilerda o'qigan. Ustozlar yaxshi, boshqa. Shuning uchun giler kirganman. Ismim Said Burxon, guruhda gitaristman. O'zim Andijon viloyatidanman. Bu sohaga qiziqishim dadam san'atga qiziqqanligi uchun shu maktabga bergan. Shu gilerga 7 yoshdan kelganman. Shu bolalar hammasi bilan brigadda bo'lganmiz. Saidjon, Buxoroda tug'ilganman. 2018-yili Toshkentga keldim. Gilerda o'qidim. 5-sinfdan 11-sinfgacha. Hozir konservatoriyaga kirdim keyin. 1-kurs talabasiman. Shu
ham o'qishni, hamma bu ijod masalasini birgalikda bir qilib olib boryapmiz hozirda. Jamoaga sardor bo'lish mas'uliyati qanday? Jamoaga sardor bo'lish mas'uliyati o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Bolalarni yig'ish, baribir ozgina bo'lsa ham bulardan kattaman, akalik masalalari bor. Menda o'zim bular bilmaganini o'rgatish, yordam berish qo'limdan kelgancha shunaqa tomonlari bor. Rejalar, jamoaviy rejalar haqida ham. Jamoaviy rejalarimiz juda ham ko'p. Boya nima deydi? Guruh a'zoyimiz aytgan gap nima deydi? Gapimiz emas, amallarimiz ko'rsatsin deydi. Shunaqa. U nima deydi? Katta ketish emas, prosta rejalar bor. Xudo xohlasa juda ham harakatdamiz o'xshashiga. Ijodkorlar o'zi ko'chada ko'p ko'ramiz-ku, jonli ijroda qo'shiq aytishadi. Shunaqa ham qilib ko'rdinglarmi? Aynan tomoshabinlarni reaksiyasini bilish uchun. Tomosha o'sha flashmob deyiladi. Yo'q, unaqa qilib ko'rganmiz aeroportda. Bor profilimizda videosi. Yaxshi, unaqa qilib ko'rganmiz ha. Keyinchalik yana ko'ramiz. Xudo xolasa konsert bermoqchimiz o'sha. Konsert qachonga rejalashtirilgan va u to'liq jonli ijroda bo'ladimi? Yo'q, agar hozir konsert rejalashtirmaganmiz, rejada yo'q. Rejada bor, o'zimiz xohlaymiz konsert berish. Hozir imkoniyat yo'q. U masala bo'yicha Xudo xohlasa niyatimiz bor. Albatta konsert qo'yish jonli ijroda bo'ladi bu albatta. Imkoniyatimiz yo'q dedingiz, aynan boshqa moliyalashtirish tomonlama ham takliflar bo'lyaptimi o'zi? Aha, bo'ladi. Ko'pincha hozir O'zbekistonda emas konsert masalasini moliyalashtirish bo'yicha, lekin Turkiya, Ozarbayjonda moliyalashtirish, konsert masalalarini u yoqda qilish bo'yicha bo'ladi takliflar. Hozircha u masalaga nima o'tmayapmiz. Hozir birinchi O'zbekistonda, keyin Sizlarga ijodiy parvoz tilaymiz. Rahmat kattakon.